Hayotda betakror antiqa joylarimiz. Bugun men O'zbekistonning eng baxtli ayollaridan biriman. Yangiyo'l tumanining xotin-qizlari bugun yana bir ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlandi. Men o'zim 58 yoshga kelib, hali bunaqa joyda birinchi marta ko'rishim. Biz bularni faqat tushimizda ko'rganimizda, bir minnatdorchiligim cheksizda shukronalik qilish kerak ekan. Har kuni, har bir o'tgan tongimizga, har bir atrofimizda bo'layotgan narsalarga hammasiga shukrona keltirishimiz kerak ekanda, muhtaram prezidentimiz, sizga ming rahmat. Xursandman. Men bugun O'zbekistonning Shvetsariyasida dam olaman. Bugun shunaqangi mahobatli koshonada, tog' yonbag'rida, baho bir maskanda Yangiyo'llik aziz opa-singillarimiz bilan uchrashdik. E'tiborli yurtda yashaymizda, yangi O'zbekistonimizda ayolga e'tibor, elga e'tibor degandek, ayol ona-yu, bugun mana shunaqa hayotdagi muammolari bor, moddiy jihatdan yoki ruhiy jihatdan o'zlarining tashvishlarini yengishga ko'mak bo'ladigan maqsadda oromgohda chiroyli kunlarni uyushtirishgan mas'ullarga ham ofarinlar aytkim keladi. Hozir uchrashdim, ko'rib, ko'zlaridagi zavq, umid. Bu umid albatta yurtning taraqqiyotiga ta'sir qiladi. Ona-ku, ayol-ku. Boriga shukr hammasini. O'zim ko'rishib, gaplashib, kuylab, ular bilan uchrashib, o'ynab, kulib, zavqqa to'lib ketdim. Xayrli bo'lsin do'stlar.